Shogirdlarimiz savol. Ikkita qutida jami 60 ta daftar bor. Agar birinchi qutidan ikkinchi qutiga 4 ta daftar olib qo'yilsa, ikkinchi qutidagi daftarlar birinchi qutidagi daftarlardan 2 marta ko'p bo'ladi. Savol. Har bir qutida nechta daftar bor? Tez. Bobina ko'rsatib ishlang, ko'rinmayapti menga. Yaxshi, tez. Oborib qo'ying. Xo'p, ikkinchi qutida o'tirganlardan temir ham bo'ldi. Alades Mubina. Qanasal. Yaxshi, go'zal. Birinchi qutida nechta ekan? Ikkinchi qutida hozir birinchi qutidan ikkinchi qutiga 4 ta olib qo'yilsa, birinchi qutidan nechta qoladi Mubina? 20 ta. Xo'p, Ikkinchi qutida 40 ta bo'ladi, 2 bo'ladi. necha marta ko'p bo'ladi? 2 marta ko'p, ha? Yaxshi, o'tiringlar.